Assalomu alaykum kelajak mediklari. Premium biologiya birinchi qism kitobimizning birinchi darsi, birinchi mavzu biologiyaning bo'limlariga oid bo'ladi. Biologiya fani ham boshqa fanlar singari bir qancha bo'limlardan tashkil topgan. Ulardan birinchisi bu botanika. Botanika biologiyaning o'simliklarni o'rganadigan bo'limi hisoblanib, botanika so'zi ko'kat, o't, o'simlik degan ma'noni anglatadi. Ushbu fanning o'zi ham bir qancha fanlarga, ya'ni bo'limlarga ajraladi. Ulardan birinchisi geobotanika. Geobotanika o'simliklarning yer yuzida tarqalishini o'rganadi. Misol uchun, O'zbekiston hududiga xos bo'lgan o'simlik turlari bor yoki bo'lmasa, g'o'zaning asl vatani bu Markaziy Amerika hisoblanadi. Ya'ni g'o'za Markaziy Amerikada paydo bo'lgan va keyinchalik boshqa hududlarga tarqalgan. Yoki kartoshka ham aynan bizning hududimizga mansub bo'lmagan o'simlik bo'lib, kartoshkaning asl vatani Janubiy Amerika hisoblanadi. Ya'ni mana shu qonuniyatlarni geobotanika fani o'rganadi, o'simliklarning yer yuzida tarqalishini. Algologiya esa suv o'tlarini o'rganadigan botanikaning bo'limi. Briologiya yo'sinlarni o'rganadi, lixinologiya esa lishayniklarni o'rganadi. Undan tashqari yana bir qancha bo'limlarga ajraladi. Zoologiya hayvonot dunyosini o'rganadigan biologiyaning bo'limi. Zo so'zi hayvon ma'nosini anglatadi, logos esa fan, ta'limot degan ma'nolarni anglatadi. Misol uchun, entomologiya bu hasharotlarni o'rganadigan zoologiyaning bir bo'limidir. Ixtiologiya esa baliqlarni o'rganadi. Gerpetologiya amfibiyalarni, ya'ni suvda hamda quruqlikda yashovchi hayvonlarni va reptiliyalarni, sudralib yuruvchilarni o'rganadigan zoologiyaning bir bo'limidir. Ornitologiya qushlarni o'rganadi. Triologiya esa sut emizuvchi hayvonlarni o'rganadigan zoologiya bo'limi. Mikrobiologiya. Mikrobiologiya bu mikroorganizmlarni, ya'ni bakteriyalarni o'rganadigan biologiyaning bir bo'limidir. Keyingi bo'limimiz esa bu mikologiya. Mikologiya zamburug'larni o'rganadigan biologiyaning bo'limi. Ya'ni zamburug'larning barcha turdagi ko'rinishlarini, ularning tashqi, ichki tuzilishi, hayotiy jarayonlarini o'rganadigan biologiyaning bo'limi. Anatomiya. Anatomiya bu organlarning ichki tuzilishini o'rganadi. O'simlik ichki tuzilishini, o'simlik anatomiyasi, hayvonlar ichki tuzilishini, hayvonlar anatomiyasini, insonlar ichki tuzilishini esa inson anatomiyasi fani o'rganadi. Keyingisi fiziologiya. Fiziologiya bu organizmlarning, ya'ni tirik organizmlarning hayotiy jarayonlarini o'rganadi. Demak, anatomiya singari fiziologiya ham o'simliklar fiziologiyasi, o'simliklarning hayotiy jarayonlarini, misol uchun, o'simliklardagi fotosintez, suv bug'latish, nafas olish, ko'payish kabi jarayonlarni o'rganadi. Hayvonlar fiziologiyasi, hayvonlarning hayotiy jarayonlarini o'rganadi. Inson fiziologiyasi, insonning hayotiy jarayonlari, misol uchun, insonda qon aylanish qanday amalga oshadi, nafas olish qanday amalga oshadi, shu kabi jarayonlarni fiziologiya fani o'rganadi. Keyingisi sitologiya. Sitologiya bu hujayralarni o'rganadi. O'simlik hujayrasini, hayvon, bakteriyalar, zamburug'lar, inson hujayralarini o'rganadigan biologiyaning bir bo'limidir. Genetika. Genetika bu organizmlarning irsiyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini o'rganadi. Misol uchun, odamlarda bo'yinning uzunligi turli xil ko'rinishlarda bo'ladi. Bu bo'yning uzunligi tashqi muhit omillari ta'siriga bog'liqmi yoki insonning irsiyatiga, ya'ni genetikasiga bog'liqmi? Mana shu jihatlarni o'rganadi. Yoki misol uchun, ko'zimiz rangi yoki terimizning rangisi. Terimizning rangi tashqi muhit ta'sirida namoyon bo'ladimi yoki bizning irsiyatimiz, ya'ni genlarimiz ta'sirida vujudga chiqadimi? Mana shuni aynan genetika o'rganadi va mana shu irsiy belgilarning avloddan avlodga o'tish qonuniyatlarini o'rganadi. Ekologiya. Ekologiya bu tirik organizmlar va tashqi muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Bu yerda oikos so'zdan olingan bo'lib, uy-joy degan ma'noni anglatadi. Ekologiya tushunchasi fanga Ernest Gekkel tomonidan kiritilgan. Misol uchun deylik, kaktus, Meksika kaktusi.
o'zi yashab turgan muhitga nisbatan moslashgan, namlik yetarli bo'lmagan muhitga moslashgan qanday moslanish belgilari bor? Misol uchun barglari yo'qolib ketgan, tikanga aylangan, tanasida suv to'playdi. Ya'ni mana shu qonuniyatlarni, organizmlar va tashqi muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Keyingi fanimiz paleontologiya. Bu qazilma holatdagi organizmlarni o'rganadi. Misol uchun, o'simliklar paleontologiyasi qazilma holatdagi o'simliklarni, hayvonlar paleontologiyasi qazilma holatdagi hayvonlarni o'rganadi. Keyingisi bionika. Bionika fani bu tirik organizmlarning tuzilishi va ularning hayotiy jarayonlarini texnika va taraqqiyot yo'lida qo'llash qonuniyatlarini o'rganadi. Misol uchun, samolyot. Samolyot bu ba'zi bir qushlarning modeli hisoblanadi. Ya'ni samolyotning uchishi shunga asoslangan. Yoki vertolyotning uchishi bu ninachidan olingan. Yoki bizda shunaqangi tezyurar poyezdlarimiz bor. Ularning oldingi, ya'ni tumshuq qismi deb ataymiz. Mana shu qismining shakli, ya'ni tezyurar poyezdlarning tumshug'ining oldingi qismi, ya'ni shakli ba'zi bir qushlarning tumshug'ining shakliga o'xshaydi. Ya'ni havo qarshiligini yengib o'tish uchun aynan tabiatdagi mavjud tirik organizmlar model sifatida tanlab olingan. Yoki konditsioner. Konditsioner havoni sovutadi, havoni yoki ilitadi. Bu burnimizning modeliga o'xshaydi. Burnimiz ham yoz kunlarida havoni sovutib beradi, qishning kunlarida esa havoni ilitib o'tkazib beradi. Aynan mana shu tirik organizmlarning hayotiy jarayonlarida texnologiyalarda foydalanadigan biologiyaning bo'limi bionika. Sistematika. Sistematika fani tirik organizmlarni bir-biriga o'xshashligi, qon qarindoshchiligiga ko'ra guruhlarga ajratadi. O'simliklar sistematikasi o'simliklarni guruhlarga ajratish bilan shug'ullanadi. Hayvonlar sistematikasi, zamburug'lar sistematikasi, bakteriyalar, viruslar sistematikasi, demak mana shu organizmlarning sistematik qonuniyatlarini o'rganadi. Genetik injineriya. Genetik injineriya bu inson manfaati uchun tirik organizmlarni genlarini o'zgartirish orqali inson manfaati uchun foydalanadigan biologiyaning bo'limi. Misol uchun, insondagi masalan o'sish gormoni geni bor. Mana shu genni biz bakteriya hujayrasiga kiritamiz va bakteriyalar xuddi insonlarga o'xshab o'sish gormonini sintez qiladi va bu gormondan biz turli xil kasalliklarni davolashda foydalanamiz. Ya'ni tirik organizmlarning irsiyotini inson manfaati yo'lida o'zgartirish bilan shug'ullanadigan biologiyaning bir bo'limidir. Molekulyar biologiya. Bu fanimiz tirik organizmlarning kimyoviy tarkibini o'rganadi. Oqsillar, nuklein kislotalar, uglevodlar, lipidlar va turli xil kimyoviy elementlar, ya'ni tirik organizmlar tarkibida mavjud bo'lgan kimyoviy moddalarni va mana shu moddalar bilan bog'liq qonuniyatlarni o'rganadigan biologiyaning bo'limi. Embriologiya. Embriologiya bu embrionning rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. O'simliklar embriologiyasi, ya'ni o'simliklarning o'sib chiqishi, urug'idan yoki sporasidan hosil bo'lish jarayonlarini. Hayvonlar embriologiyasi, hayvonlarning rivojlanishini yoki inson embriologiyasi, insonning zigotadan boshlab to tug'ilgungacha bo'lgan rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Evolyutsion ta'limot. Evolyutsion ta'limot bu tirik organizmlarning tarixiy taraqqiyot yo'lini o'rganadi. Misol uchun, otlar qadimgi vakillari, ajdodlari tulkidek keladigan 5 barmoqli yirtqich hayvon bo'lgan. Nega keyinchalik ular tuyoqli ko'rinishga o'tgan? Nega ularning bo'yi, uzunligi ortgan? Mana shu qonuniyatlarni o'rganadigan biologiyaning bir bo'limidir. Evolyutsion ta'limotni aynan nega Charles Darwin nomi bilan bog'laymiz? Chunki Charles Darwin birinchilardan bo'lib ilmiy asoslar, ilmiy dalillar yordamida organizmlarning evolyutsion tarixiy taraqqiyot yo'lini ko'rsatib bergan olimlardan biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi.